Tezkor xabar: Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga, 13-iyuldan boshlab Saxrovaga borishda bezapis bora olmaysiz. Ya'ni Saxrovaga patent topshirish uchun aniq siz onlayn navbat olgan bo'lishingiz kerak. Onlayn navbatni Amina orqali olishingiz mumkin va bir ikkita saytlar, ularning hammasini havolada qoldirib ketaman, kommentariyada qoldirib ketaman, havolasini bemalol o'tib olishingiz mumkin. Va Aminada qanday olinadi, ozgina men skrinshotlardan ko'rsataman. E'tibor qiling, Aminani o'sha qizil kartasi borlar, ya'ni Aminasi zelyoniy bo'lib turganlar bemalol olishi mumkin. Va Aminasi yo'qlar, birinchi marta kelgan odamlar esa o'sha mana saytlardan olasiz. Xo'sh, e'tibor qiling, ism familiyani to'ldirguncha, aniq ma'lumotlarga, pasport seriya raqamlarini to'ldirguncha aniq ma'lumotni kiriting. Adashib ketmang. Va agar o'zingizga ishonmasangiz, yaxshi biladigan, o'sha yaxshi ishlaydigan odamlar bilan, rus tilini yaxshi biladigan odamlar bilan qilganingiz ma'qulroq, chunki o'sha onlayn navbat olishingizda prosta navbat olib qolmaysiz. Siz barcha to'lovlarni qilasiz o'sha vaqtda. O'sha Saxrovaga borganda 22 mingdan o'sha 30 ming tagigacha bo'ladi. Hamma odamda har xil ko'rsatadi. Ya'ni bu sertifikatingiz bor yo'qligi, perevod pasportingiz bor yo'qligiga bog'liq. Shunday ekan, hozir mana ekranda ham ko'rsatib ketaman o'sha joylarni. E'tibor qiling, agar siz perevod pasportingiz bo'lsa-yu, perevod pasportga o'sha borligiga galchka qo'ymasangiz, siz 1000 so'm yutqazasiz. Yana sertifikatingiz bo'lsa-yu, sertifikatingiz borligini galchka bosib ko'rsatmasangiz, yana 3800 so'm yutqazasiz. Shunday ekan, mana shu narsalarga e'tibor qiling. Va bu narsalarni ko'rsatdingizmi, albatta saboy qilib o'zingiz bilan olib boring. O'sha akoshkaga borganda ko'rsatasiz. Mana o'sha perevod pasport, mana til bo'yicha sertifikat. Xo'p, endi kommentariyaga yozib keting. Bu o'sha musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun qulaymi, qulay emasmi? E'tibor qiling, buni 1 kun oldin, 2 kun oldin bemalol rejalashtirib onlayn zapis kiritishingiz mumkin. Masalan, bugun zapis kiritib qo'yayotgan bo'lsangiz, bugun shug'ullanayotgan bo'lsangiz, uni 1-2 kunga, vaqtingiz bo'ladigan kunga bemalol qilishingiz mumkin va 8 dan 5 oralig'igacha bemalol qila olasiz. Bunisini ham skrinshot ko'rsataman, agar 5 dan adashmayotgan bo'lsam, 5 gacha edim. Xo'p, o'zingiz ko'rsatgan vaqtda borishingiz kerak. Buni bitta plus tomoni bemalol o'sha oldingidek ochratga turish, navbatni ko'paytirish, ertalabdan, tongdan turib yoki kimlardir kechqurun ketadi, o'shanday narsalarni oldini olish bo'yicha bo'lyapti va bu yerda bitta narsa 700 qancha, pashta 800 rubl umumiy ko'rsatiladigan xizmatga, ya'ni o'sha onlayn zapisda 800 rublgacha pul olar ekan. Bu degani har bitta odamdan shuncha pulni nimaga bormasdan turib olar ekan. Endi buni plus minus tomonlarini kommentariyaga o'zlaring yozib ketasizlar. Va hozir ham bir yigit bilan gaplashdim. Patent topshirgani borganda hech qanday nimasiz, gaplarsiz, hech qanday ma'lumotlarsiz hamma dalillarni olib qolib, hammasini xuddi hammasi joyidagidek chiroyli gaplashib sizga qilib beradi. Siz borasiz, akoshkadan o'tib, hamma to'lovlarni qilib, tekshiruvlardan o'tib chiqib ketasiz. Undan keyin bermasligini aytadi. Ya'niki o'sha umumiy summani olib qolgandan keyin. Aynan mana shu narsalar bor ekan. Va bundan oldingi videoda QR kod, ya'ni RUID xizmati, RUID o'sha xizmat bilan kelish kerak deganda bemalol men keldim, hech qanday hech narsa so'ragani yo'q va RUID dan o'zim o'tib video qilishga harakat qilmoqchi edim. RUID dan o'tdim, lekin QR kod bermadi. Prosta tak borish, qaytish sanasi kiritilgan holatda qolib ketdi. Va buni tamojidan o'tguncha hech kim so'ramadi. Bu lekin bizga aniq foydali bo'lar edi, chunki keladigan odam xuddi mana shu bir eshitdim, ko'pchilik patent topshirib, ya'ni pullarni topshirib, bir kun ochiratga turib, hamma vaqtlarni ketkazib bo'lgandan keyin patent beriladigan vaqtda sizga berilmaydi deb aytar ekan. So'rab qo'yadi, chiqib ketishingiz kerak. Xuddi shu narsa yo'qolardi agar mana shu RUID ishga tushsa. Ya'ni RUID ishga tushsa, siz O'zbekistonda yoki Qirg'iziston yoki Tojikistonda turgan paytingizda sizga kelish kelmasligingiz
ko'rsatiladi. Ya'ni sizga patent bermaydi o'sha payti. Shunday ekan, mana shu narsa foydali bo'lar edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Mana shunday tezkor, foydali ma'lumotlar sizning oldingizdan birinchi bo'lib chiqish uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Hammaga rahmat, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha.